Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan 3-53 qismida ko'rishib turamiz. Birinchi qismimiz bu kirish qismi, ya'ni kirish qismini davom ettiramiz. Bugun o'rganadigan qismimiz chunbi hagi, ya'ni tayyorgarlik ko'rishni o'rganamiz. Savol tahlili, ya'ni umumiy tushadigan savollarni, qanaqa savollar tushadi, nima bo'ladi, shular haqida qisqacha to'xtalamiz. Bo'lmasa vaqt ketkazmaymiz, boshlaymiz. O'tgan taqdimotda siz bilan chunbi hagi bo'limining shakl, grafik tarkibini ko'rib chiqqan edik. Ya'ni bundan oldingi qismda, ya'ni ikkinchi darsda. Bu safar endi savol tahlilini ko'rib chiqamiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek, mana bunaqa bizda grafik berilishi mumkin. Ya'ni tepada mana ma'lumot yozilgan, grafik o'zi, voning qismi, sonman qismi turibdi. Endi qaysi turdagi grafik berilganini tekshirib chiqamiz. Ya'ni bundan oldingi grafik turlariga qarab turib, mana hozirgi holat, sabab voning turibdi va sonman bu kuzatuv tekshiruv. Ya'ni grafik turini ajratib ko'rib chiqdik. Shu asosida tayyor shablonlardan foydalanishni o'rganamiz siz bilan endi. Hozirgi holatda qaysi shablonlardan foydalangan yaxshi? Sababni ifodalaganda yoki kuzatuv uchun qaysi shablonlardan foydalanishni o'rganamiz siz bilan. Ya'ni xuddi shu holatda qaysi shablondan foydalanish mumkin? Bilamizki 53 da bizda umumiy so'zni bilmasak ham tarjimasini bir ikkita so'zlarni lekin shablon asosida yozib chiqib yaxshi ball olishimiz mumkin bo'ladi. Shablon ya'ni tayyor qolib, faqat biz unga mana grafikda berilgan ma'lumotlarni to'ldirib chiqishimiz kerak bo'ladi. Keling, navbatdagi qismni ko'ramiz. Ya'ni mana o'sha shablon asosida to'ldirilgan bu yerda tayyor yozilgan misollarga e'tibor qaratsangiz, qora bilan ajratib yozilgan qism bor. Bu esa shablonlardan foydalangan qismni ajratib ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni aynan mana shu qora rangdagi qismlarda aynan shablondagi narsalar yozilgan. Shablonlar sizga qaysi holatda nimadan foydalanish kerakligi haqida signal beradi. Undan to'g'ri foydalana olsangiz, marra sizniki. Xuddi shu narsa, ya'ni bizda eng birinchida bilamizki, mavzu bor. Mana ko'rayotgan bo'lsak, bu desang qismi va mana bu qismda bizda mavzu, asosiy mavzu. Keyin umumiy grafikdan olingan bular, bu foiz ko'rsatkichlari. Keyin bu qism 30% bilan 33%, 17-yilda bu foiz olindi. Va endi voning qismi tushuntirilyapti. Ikkita bor deb. Mana ilohan chukchaki santoyda ibetta. Mana Ya'ni ko'rib turganingdek, qisman hozir qizil rangda belgilab chiqdim. Shu qizildagi narsalar, ya'ni mana bu shablondan olingan. Foiz, asosiy qism, kirish, ketma-ketlik, ya'ni aynan mana shundan olingan. Qolgan qismlarni ko'rayotgan bo'lsanglar, qolgan qismlar bu tayyor shablondan olingan ketma-ketlik hisoblanadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, shablonlar to'g'ri turiga qarab farq qilishi mumkin. Ya'ni qanaqa grafik turi kelganiga qarab. Bundan oldingi ikkinchi darsda ko'rib chiqdik, qanaqa ketma-ketliklik kelishi mumkin. O'shalardan bittasi kelsa, o'sha yodlaganingiz asosida yoki ketma-ketligini nazariy jihatdan tushunib olib, to'ldirib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni qiyin emas. Faqat qilinadigan ish shablonlar ustida ko'proq ishlab va ko'proq yozishni mashq qilish hisoblanadi. Endi keling ko'ramiz. Kirish qismi, so'ron qismi va asosiy qism bor. Ikkalasi uchun ishlatiladigan shablonlar tarjimasini ko'rib chiqamiz. Mavzu ilril, salpyo, pomyon. Ya'ni qanaqadir mavzuga nazar tashlaydigan bo'lsak. Keyingisi mavzu ETH Chosahan Kyolgwa. Mavzu haqida tadqiqot natijasida, ya'ni mavzuni yozasiz, tadqiqot natijasida bo'ladi. Endi keyingisi ikkinchi qismda tushishi mumkin narsalar. Solomon Chosaril Shilshi hayotda yoki Shilshi Hangoshida tadqiqot o'tkazildi. Chosa Kyolgwa tari yoki tarimyon, tarida yoki tarimyon bo'ladi. Tadqiqot natijasiga
to'g'ri deb tarjima qilinadi. Bularni bilishinglar shart, hammasini yodlab olishinglar muhim. Keyingi qismda mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'ldiril desangiro orasida, maqsadida. Keyingi qism Sinan mavzu beriladi, Nyon-kan, Nyon-tongan, yak nimadir pe. So'nggi yil ichida nechadir marta. Mana bu yerda yana bularni hammasini yodlab olishinglar shart. Hozir bitta to'xtalib o'tilsa vaqt ketib qoladi. Shuning uchun tayyor tarjimalar turibdi ko'rayotgan bo'lsanglar, pauzani bosib, skrinshot qilib, yozib ajratib olsanglar bo'ladi. Har bittasini bittalab. Mana bu yerda yana davomi. Bular hammasi juda ham muhim hisoblanadi. Bular bekorga berilmagan. Agar shularni yodlagan bo'lsangiz, to'g'ri tushunib, ortish, tushish, foiz, kamayish, eng past, baland ko'rsatkichlarda aynan shu qo'shimchalar ishlatiladi bizada. Hammasini yodlab olishinglar shart. Mana bu yerda yana davomi va mana shu oxirida shu tugaydi. Endi eng oxirgi qismda ko'radigan bo'lsak, umumiy shablon to'pda, ya'ni nimadan foydalanamiz? Birinchi doim kirish qismi bo'ladi. Ya'ni mana kirish qismi turibdi. Keyin ikkinchida, ya'ni birinchi bo'lib kirish qismi bo'lsa, ikkinchi bo'lib grafik tushuntiriladi. Ya'ni grafik bor bizda, o'sha grafik to'liq ochib beriladi. Grafikka ko'rayotgan bo'lsanglar, bitta, ikkita, uchta, to'rtta tur bor. Shu to'rttadan bittasidan foydalanib grafik tushuntiriladi. Uchinchi bo'lib esa bizda oxirgi, ya'ni sabab yoki taklif, reja, kuzatuv, shunga o'xshagan qismlarni ochib berishimiz lozim bo'ladi va bu uchinchi qism bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, birinchi va ikkinchi qism bizda adashmasam 200, 250, 200 bo'g'in desak bo'ladi. 200, 150 bo'g'indan balandroq qism oladi. Va oxirgi qismimiz bu ham shu 100 bo'g'in atrofida yozsak bo'ladi. Shunda 250, 300 bo'g'inga boradi. Ketma-ketlik shu. 3 ta ketma-ketligiga to'g'ri yoza olsak, birinchi qism, ikkinchi qism hamda uchinchi qism. Shuni o'zi. Har bitta qismga to'xtalib chiqamiz. Bu hozir umumiy 3-darsimizda. 4-darsda sizlar bilan ko'rishguncha hammaga rahmat, salomat bo'ling.